Assalamu alaykum aziz obunachilar, qadrli tomoshabinlar. Bugün yine sizlar uchun bir ajoyib foydali video rolik chiqaryapmiz. Xanqa tumani Qaraqash qishlog'ida joylashgan natural bino sotilyapti. Yer maydoni bilan birgalikda. Hozir yine birini bilasizlar. Xanqa Qaraqash Astanovkasidan girip kelasizlar. Cırmız tarafa qarab kelishingizda şöyle yine Everest to'yxonasi joylashgan. Everest to'yxonasining doğrusunda. Sizlarga manzil yaxshiroq tushunarli bo'lishi uchun yo'ldan olib keltirman hozir videoni. Yine Everest to'yxonasi beda. Emonda yine bize aytib o'tgan natural bino yine. 1 sotik ber, natural bino joylashgan yer maydoni 3 sotik. Hazır birini yine ijaraya berib qo'yibdilar. Nonxona sifatida hozir foydalanib turibdilar. Hem bir aile yaşab turibdi bu yerda. O'zi bir 7 sotik bo'lgan, 3 sotik sotilgan, bir turar qilib joy solib qo'yibdilar. Turar joy qilib olganlar. Qolgan yeri yine 4 sotik. 3 sotik yine yer maydon, bunda bino. Do'stlar, binoni halagan şekilde satıp alırsınız mümkün. Kredit deysizlarmi, pul o'tkazish yo'li deysizlarmi, ya bo'lmasa barter, ayirboshlash deysizlarmi, halagan turda satıp alırsınız mümkün. Bu yerda hamma shart-sharoit bor. Gaz, svet, Wi-Fi, suv hamma yeterli. Halang bu yerdan satıp alıp bina kurup biznes qilishingiz ham mümkün. Do'kon salib doğrunuzda yine Everest to'yxonasi bemalol biznes qilsangizlar ham bo'ladi do'stlar. Narxi 260 milyon deb turibdilar. 260 milyondan ham sal kelishadilar. Do'stlar, ekranda telefon nomerlarini chiqarib qo'yamiz. Mulk egasini bemalol telefon orqali gaplashib kelishib olaverasizlar.